Bayramlari bilan oldindan tabriklab qo'yamiz. Bugun itlarni yaxshilar chiqqan. Bugun bozorimizda odam ozroq, kuchuklar ham ozroq. Iloji boricha like atishga ham bosib qo'yasizlar. Chiroyli videolar olamiz. Bu tugatmanda tozasi. Daberma olib chiqinglar deb turiblar. Kommentariyada sizlar uchun dabermani topib qo'ydik. Tek urg'ochi daberma. Oylari 8 oylik shunaqa. Yosh narsa $150 deyishyapti, kami bor, chiroyli, uyga qo'riqchilikda qilaveradi. Alabaydi tozasi. Bu oyi qanchalik? 2 oylik deyishyapti, polvon. Mana aka, bo'ylari ham kattagina ekan, 2 oylik deyishyapti. 2 oylikdan sekin o'tgan bo'lish kerak. Narxlari $300 deyishyapti, ozmoz kami bor ekan. Mana. O'zimizni qirg'iz itlardan kimga kerak bo'lsa, bozorimizga bular ham chiqibdi. Narxlari qancha edi aka? 2 million so'mga 1 million so'm. Erkak 2 million, urg'ochisi 1 million ekan. Bozorimizda kuchlar iloji boricha harakat qilib, ko'proq videolar qilishga harakat qilyapmiz. Mishiqchalar, kichkina mishiqchalar so'rashyapti. Namashni uyda shirin boqqan hali mana sichqon-pichqonlar qo'yiladi, yeyishlari zo'r. Narxlarini 200 ming so'mdan deyishyapti. Ozmoz kami bor deyishyapti. Mishiq boqaman deydiganlarga mana mishiqlarimiz. Mana yerda pitbullimiz bor ekan. Pitbullarimiz ishlari zo'r, do'mboq turibdi. Mana kimga kerak bo'lsa narxlarni skitkada urg'ochi 1 million so'm deyishyapti. 500 ming so'mga tushirib qo'ydi. 500 mingdan standart tanlab olish deyishyapti. 500 ming. Ketdimi? Avcharkani urg'ochisini ko'rsatdik. Avcharkani erkagini ko'rsatdik katta-kattalarda YouTube'da. Endi yoshini so'rashyapti. Mana yoshrog'i chiqibdi. Sherkalla, ayiqkalla avcharka. Holatlari yaxshi. Mehribon it bo'ladi avcharka. Kimga kerak bo'lsa, narxlari $200 deyishyapti. Ayiqkalladan ekan. Ota-onalari garantiyali. Uyda boqaman deydigan bo'lsalar, mana shunaqasidan olib boqsalaring, qarochi o'zlaringga o'rganadi. Apartirovkalarni ham chiqarib qo'ydim aka deyishyapti. Holatlari yaxshi, yeyishlari zo'r ekan. O'g'il bola, erkak. O'sha narxlari $200. Yaqinroqdan bitta chiroyli yo'q. Yonlari nima? Bo'ldi. Assalomu alaykum akalar. Alabaydi oppog'i. Kimdir belingiz yetib bolalarni so'rashyapti mana. Oppog'idan boq, ayiq qilib boqaman deydiganlarga. Lapalari katta. Endi 2 oylik bo'lishibdi. Bitta urg'ochi, bitta erkak. Buni haligi liniyalari toza, xana-xuna itlar emas. Toza narsa. Hamma Toshkentga, Samarqandga yuguraveradi toza it. Mana Farg'onamizda ham bor akalar. Kelaverasizlar. Holatlari. Uzoqroqdan olasiz. Kimga kerak bo'lsa, ikkalasining ham holatlari zo'r. Itlar yeyishlari zo'r. Ota-onasini bemalol kelib ko'rib xarid qilsalaring bo'ladi. Like patishga unutmanglar. Bo'ldi. Alabaychalar. O'zimizni mahalliy sal kattaroq bo'ladigan alabay. Narxlarini 600 ming so'm deyilyapti. Kami bor ekan. O'g'il bola. Holatlari yaxshi, yeyishlari zo'r. Qo'riqchiliklari yaxshi. Hozir olaman, foydalanaman, boqaman deydigan akalarimizga yaxshi. Ba'zi ovchilar o'shamiz chiqibdi. Erkagi bor ichida aka. Bitta erkak mana baquvvatlarda. Pitbullning narxlarini $100 deyapti. Kamaytirib beraman. Siz nomingizdan chiqsa, mana tishlarni ham ko'rib olaverasizlar. Ana. Urushda hozirdan urushyapti pitbullar. Pitbullar kerak bo'lsa aloqaga chiqadi. Mana yaqindan. Britanskiy mishig'imiz chiqdi bozorimizga. 1,5 million deyishyapti. Hozirgi veslari 9 kilo ekan. Mishoda qaranglar, mishoda. Narxlari 1,5 million deyishyapti. Mana holatlari zo'r. Bozorimiz mana. Kam bugun umuman itlar, nima mishiq
itlar umuman kam, shu qator to'g'rilari umuman itga to'lib ketardi. Kam, o'tayam kam. Hozir it qo'yib kelayotgan ratfelli dobermanlarimiz. Quyon nechi pul bobo? 50 ming so'mga quyon. Quyonchaning obzorini qilib qo'yardik. Bozorimizni nimasini manzillarini tushuntirib qo'yamiz. 5 bola, Farg'ona shahar 5 bola mol bozorining ichida joylashgan. Ko'pchilik aka videolarini qo'yapsiz, lokatsiyalarni qo'ying deyishyapti. Mana it bilan qo'yishyapti. Kimga itlar yoki mushuklar, o'rdak deysizlarmi yoki bironta parranda kerak bo'lsa ham kelaverasizlar. Hozir chiroyli qilib parrandalarini ham qisqa uzoqroqdan bo'lsa ham video qilib beraman. Assalomu alaykum obunachilarimiz. Aka, bir hamma gruppalarda qarovchi chiroyli aksiyalar bo'lyapti deyapsizlar. Kommentariyaga hadyaga yo'q beringlar deyapsizlar. Xudo xolasa 4000 nechtagan bo'ldik. 5000 ta bo'lsak, itlarimizni hadyaga qo'yamiz. Qanaqa itligi noma'lum hali. Sizlarga aytmaymiz, sir bo'lib turadi. Shu podpisligimiz 5000 ta bo'lgandan keyin 3 ta it parodali, toza qonli 1 milliondan sotiladigan itlarni shunday hadyaga qo'yib yuboramiz. Kimga it kerak bo'lsa yo kimgadir puli yetmasdan it ololmayotganlar bo'lsa tashlab qo'yasizlar. Maksimalniy like, podpiska, kommentariyaga yoziladi. 5000 ta bo'lgandan keyin bitta odamga shunday, bizda haqqoniy, bizda it ko'p. Biz unaqa qilib hali yolg'on takam birovga bermaymiz. Shunday yonlaringda o'yin bo'ladi. Aytgan shartlarimizni qilasizlar. Sirazu nima qilamiz? O'yinni boshlab yuboramiz. Qo'riqchiliklar ko'ryapsiz, it bizda juda ko'p aka. Assalomu alaykum akalar, dobermanni tozasi. Doberman so'rayotganlar, mana tozalar chiqdi. Buni xususiyatlari akalar, bular yosh bolalarga tegmaydi. Katta bo'lsa ham ahranlikni udor qiladi. Dobermanlar aka ko'pchilik eslatishga jekichanni quylagan itlardan biri aka. Quloqlarni chiroyli qilib kesib, o'zlariga gips qilib olasizlar. Dumlari yo'q, mana zavodskiy kesilgan mana. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ota-onasi garantiyali dobermanlar. Mana sizlar so'radlaring, biz olib chiqdik. Assalomu alaykum obunachilarim. Bunaqa kuchuklarni ko'rganmisizlar? Bular pudel deyiladi. Jingali o'sha sirklarda yurib, bolalarni xursand qiladigan kuchuklar hisoblanadi. Mana bugun bozorimizga chiqdi. Bu noyob kuchuk. Toshkentlarda sotiladi. Ikkita qiz bola, bitta erkagi bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarni arzon qilib beramiz. Kimga bolalarga o'nchoq kerak bo'lsa, mana kuchukchalarimiz zo'r. Bozorimizda it narmanli. Yomon o'ynaydi, bayliq turadi-da. Bunga qo'yib o'tasiz. Turadi.